Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taryapman. Pensiyalar nega ayrim odamlarda kamaygandek ko'rinyapti? Kimning pensiyasiga minglab so'm qo'shiladi, kimga esa atigi tiyin darajasida qo'shimcha chiqadi? 2026 yilda qanday o'zgarishlar odamlarning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, hozir ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki bugun hujjatingizda, ish stajingizda yoki elektron bazada bitta xato bo'lsa, ertaga sizning pensiyangiz ham kutilgandan ancha kam chiqishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda pensiya real kamayadi? Qaysi holatda kamaygandek tuyuladi? Qaysi toifadagi fuqarolar xavotir olishi kerak? Qaysilar xotirjam bo'lishi mumkin? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar ko'pincha kechikib harakat qiladi va keyin pulni qaytarib olish ancha qiyin bo'ladi. Men birinchi navbatda eng ko'p uchraydigan savolga javob beraman. Pensiya kamayishi mumkinmi? Odamlar odatda pensiya tayinlanganidan keyin u faqat oshib boradi deb o'ylaydi. Umuman olganda, pensiya indeksatsiya bo'lsa oshadi, minimal miqdorlar ko'tarilsa oshadi, ustamalar qo'shilsa oshadi. Lekin amaliyotda ayrim holatlarda odam olgan pul kamaygandek ko'rinadi. Yoki qayta hisob kitobdan keyin avval noto'g'ri ortiqcha to'langan summa aniqlanadi. Ana shunda pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar to'lovni tuzatishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Mehnat daftarchasi asosiy dalil edi. Unda muhr bo'lsa, buyruq raqam bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sana yozilgan bo'lsa, ko'p hollarda staj qabul qilinardi. Oylik ma'lumotlari esa arxivdan, korxonadan, buxgalteriya hujjatlaridan olinardi. Lekin vaqt o'tib korxonalar yopildi, arxivlar yo'qoldi. Ayrim muhrlar noaniq bo'lib qoldi. Ayrim yozuvlarda xatolar chiqdi. Natijada kimningdir 5 yil ishlagan joyi bazada ko'rinmaydi. Kimningdir familiyasi eski pasportdagi yozuv bilan hozirgi yozuvga mos kelmaydi. Kimningdir oylik ma'lumotida oylar tushib qolgan. Endi esa tizim tobora elektronlashyapti. Soliq organlari bandlik ma'lumotlari, ish haqi bo'yicha hisobotlar, ijtimoiy soliq to'lovlari. Pensiya jamg'armasi bazalari bir-biriga bog'lanmoqda. 2026 yildagi asosiy o'zgarishlar ham shunga borib taqaladi. Pensiya hisobida faqat men ishlaganman degan gap emas, balki elektron iz, rasmiy ish haqi to'langan badallar, tasdiqlangan staj, to'g'ri kiritilgan shaxsiy ma'lumotlar yanada muhim bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Agar odam butun umr rasmiy ishlagan, ish beruvchi hisobotlarni topshirgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'langan, hujjatlar toza bo'lsa, u odatda qo'rqmasa ham bo'ladi. Aksincha, uning pensiyasi qayta ko'rilganda qo'shimcha staj yoki aniqroq ish haqi topilsa oshishi ham mumkin. Lekin odam norasmiy ishlagan bo'lsa, ish beruvchi oylikni konvertda bergan bo'lsa, hujjatda 2 million ko'rsatib, qo'lga 6 million bergan bo'lsa, pensiya hisobida ko'proq rasmiy ko'rsatilgan 2 millionning izi qoladi. Shunda odam men ko'p ishlaganman deydi. Lekin tizim rasmiy dalil qani deb so'raydi. Birinchi guruh rasmiy staji to'liq bo'lmaganlar. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman, odam o'tma yil ishlaganman deydi. Lekin hujjat tekshirilsa, pensiya hisobiga 24 yil tekis oy kirgan bo'ladi. Nega? Chunki 1990 yillardagi bir korxona hujjatlari arxivda topilmagan. 2000 yillarda ishlagan xususiy firma hisobot topshirmagan. 2010 yillarda esa odam patent yoki shartnomasiz ishlagan. Natijada haqiqiy hayotdagi mehnat bilan rasmiy hisobdagi mehnat o'rtasida farq paydo bo'ladi. Masalan, Rahima opa 58 yoshda pensiyaga chiqdi. O'zicha 32 yil stajim bor deb o'ylagan. Pensiya hisobida esa 27 yil 3 oy qabul qilingan. Chunki u 1997 yildan 2001 yilgacha ishlagan tikuv sexi keyin yopilgan arxivga hujjat topshirmagan. Agar Rahima opa o'sha davr uchun buyruq nusxasi, ish haqi vedomosti, kasaba uyushma bileti, guvohlar ko'rsatmasi yoki sud orqali tasdiqlovchi dalil topa olsa, pensiyasi qayta hisoblanib o'sishi mumkin. Agar topa olmasa, bu yillar hisobga kirmaydi. Shunda uning qo'shimchasi minglab so'm emas, ancha kichik bo'lishi yoki umuman chiqmasligi mumkin. Ikkinchi guruh oyligi rasmiy past ko'rsatilganlar. Pensiya hisobida faqat staj emas, ish haqi ham muhim. Odam real hayotda yaxshi pul topgan bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy hisobotda minimal ish haqi atrofida ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham shunga qarab chiqadi. Masalan, Akmal aka qurilishda yil ishlagan. U oyiga 7-8 million so'm olganini aytadi. Lekin ish beruvchi uni yarim stavkada ko'rsatgan, rasmiy oyligi 2 million so'm bo'lgan. Pensiya tayinlashda esa men qo'lga ko'p olganman,
degan gap emas, rasmiy ma'lumot asos bo'ladi. Natijada Akmal aka kutgan pensiya bilan tayinlangan pensiya o'rtasida katta farq chiqadi. 3-guruh qayta hisob-kitobga ariza berganlar. Ko'pchilik ariza bersam pensiyam oshadi deb o'ylaydi. Ha, ko'p holatda oshishi mumkin. Lekin ariza berganda sizning hujjatlaringiz qayta tekshiriladi. Agar oldin noto'g'ri kiritilgan qo'shimcha staj bo'lsa, ortiqcha qabul qilingan davr bo'lsa, noto'g'ri ustama qo'shilgan bo'lsa, tizim buni ham ko'rishi mumkin. Shuning uchun qayta hisob-kitobga ariza berishdan oldin hujjatlarni puxta tayyorlash kerak. Men ariza bermang demayman. Men ko'r-ko'rni ariza bermang deyman. 4-guruh pensiyaga ustama oladiganlar. Ayrim pensionerlar nogironlik qaramog'idagi shaxs, alohida xizmatlar, faxriy unvon, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz pensionerlik, parvarishga muhtojlik kabi asoslar bilan qo'shimcha oladi. Agar shu asoslardan biri yo'qolsa yoki hujjati yangilanmasa, to'lov kamayishi mumkin. Masalan, pensionerning qaramog'ida talaba farzandi borligi uchun qo'shimcha to'langan bo'lsa, farzand o'qishni bitirganda yoki belgilangan yoshdan oshganda qo'shimcha to'xtashi mumkin. Odam esa buni pensiyam kamaydi deb qabul qiladi. Aslida asos tugagan bo'ladi. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ayrim hollarda ishlayotgan pensionerlarga to'lov tartibi ustama yoki imtiyozlarning amalda qo'llanishi ishlamayotgan pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. 2026 yilga kelib elektron nazorat kuchaysa, odamning ishlayotgani yoki ishlamayotgani tezroq aniqlanadi. Masalan, pensioner men ishlamayapman deb o'ylashi mumkin, lekin uning nomiga mehnat shartnomasi yopilmagan bo'ladi. Korxona uni bazadan chiqarmagan. Natijada tizim uni ishlayotgan deb ko'rsatadi. Bu ba'zi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishdan chiqqan odam albatta shartnoma bekor qilinganini, buyruq chiqarilganini, elektron mehnat tizimida holati to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Endi kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, barcha ish joylari rasmiy bo'lgan, elektron bazada staji to'lib ko'rgan. Ishi haqi bo'yicha ma'lumotlar mavjud bo'lgan fuqarolar. Ikkinchidan, pensiya hujjatlarini avvaldan tekshirtirib, kamchiliklarni bartaraf qilganlar. Uchinchidan, ustama va imtiyozlari aniq asosga ega. Hujjatlari muddati o'tmagan pensionerlar. To'rtinchidan, pasport, JSHIR, familiya, tug'ilgan sana, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lganlar. Endi odamlar yaxshi tushunishi uchun bir nechta raqamli misol keltiraman. Bu misollar shartli, lekin hayotda juda o'xshash vaziyatlar ko'p uchraydi. Birinchi misol, staj qo'shilishi. Dilbar opa pensiya olayotgan edi. Keyin u arxidan 6 oylik qo'shimcha stajni tasdiqlovchi ma'lumotnoma topdi. Agar uning pensiya hisobida staj yetarli bo'lmagan bo'lsa, bu qo'shimcha yillar pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Natijada oyiga, masalan, taqimaqqa 20 ming yoki undan ko'proq qo'shimcha chiqishi ehtimoli bor. Bu minglab so'm emas, ancha sezilarli summa bo'ladi. Lekin bu har kimga bir xil emas. Chunki pensiya formulasi odamning oldingi ish haqi, staji, mavjud koeffitsiyentlari va amaldagi minimal me'yorlarga bog'liq. Ikkinchi misol. Faqat bir necha oy staj qo'shilishi. Baxtiyor aka pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'ldi. U menda yana 7 oy staj bor dedi. Ha, 7 oy ham muhim. Lekin agar uning umumiy staji allaqachon yetarli bo'lsa, ish haqi ko'rsatkichi past bo'lsa yoki qo'shilgan davr pensiya formulasiga katta ta'sir qilmasa, qo'shimcha juda kichik chiqishi mumkin. Odamlar tiyin qo'shildi deganda ko'pincha shuni nazarda tutadi. Hujjat topilgan, lekin pensiyaga ta'siri juda uzun. Masalan, oyiga 3 ming, 7 ming, 12 ming so'm qo'shilishi mumkin. Buni ko'rib odam hafsalasi pir bo'ladi, lekin hisob-kitob nuqtai nazardan bu tabiiy bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Ish haqi ma'lumoti yangilanishi. Sobir aka oldin pensiyaga chiqqanda uning ish haqi bo'yicha eng foydali davri topilmagan edi. Keyinchalik arxidan yuqori oylik olgan yillari bo'yicha ma'lumot topildi. Agar bu ma'lumot qonuniy tartibda qabul qilinsa, pensiyasi ancha oshishi mumkin. Chunki ba'zan staj emas, aynan ish haqi bazasi asosiy ta'sir qiladi. Masalan, oldin hisobda o'rtacha rasmiy oylik 20 million so'm deb olingan. Yangi hujjat bilan 3 million so'mlik davr tasdiqlansa, farq sezilarli bo'lishi mumkin. To'rtinchi misol, ustama bekor bo'lishi. Zaynab opa qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi borligi uchun qo'shimcha olardi. Keyin farzandining nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tmagan, hujjat muddati tugagan. Tizimda asos yo'qoladi va qo'shimcha to'xtaydi. Zaynab opa pensiyam kamaydi deydi. Aslida asosiy pensiya kamaymagan. Faqat qo'shimcha to'lov vaqtincha to'xtagan.
Agar u tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatini yangilasa va asos tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin kechiktirilgan davr uchun to'lov har doim ham avtomatik qaytmaydi. Buning uchun alohida murojaat va tekshiruv talab qilinadi. 5-misol ortiqcha to'lov aniqlanishi. Nodir aka pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi bitta davr noto'g'ri 2 marta hisobga kirib ketgan. Bir necha yil davomida u biroz ko'proq pensiya olgan. Keyin elektron tekshiruvda xato topildi. Bunday holatda pensiya qayta hisoblanadi va kelgusi to'lov kamayishi mumkin. Eng nozik joyi shundaki ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi ham ko'tarilishi ehtimoli bor. Agar xato pensionerning aybi bilan, ya'ni noto'g'ri hujjat taqdim etish natijasi bo'lgan bo'lsa, masala yanada jiddiylashadi. Agar xato idora tomonidan bo'lgan bo'lsa, tartib boshqacha ko'riladi. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiya ishida qanday davrlar hisobga olinganini bilishi kerak. Birinchi muhim nuqta. Pensiya oshirilgani hamma uchun bir xil pul qo'shiladi degani emas. Agar davlat pensiyalarni ma'lum foizga indeksatsiya qilsa, yuqori pensiya oladigan odamda qo'shimcha miqdor kattaroq, past pensiya oladigan odamda esa kichikroq ko'rinadi. Masalan, bir odam 1 million so'm olsa, 10% oshirish 3 ming so'm bo'ladi. Boshqa odam 3 million so'm olsa, 10% oshirish 300 ming so'm bo'ladi. Shunda birinchisi menga kam qo'shildi, ikkinchisi menga ko'p qo'shildi deydi. Foiz bir xil, lekin baza boshqa. Ikkinchi nuanca, minimal pensiya va bazaviy miqdorlar o'zgarsa, hammaning pensiyasi bir xil oshmaydi. Kimning pensiyasi minimal chegaraga yaqin bo'lsa, o'zgarishdan ko'proq foyda ko'rishi mumkin. Kimning pensiyasi allaqachon yuqoriroq bo'lsa, minimal chegaraning ko'tarilishi unga umuman ta'sir qilmasligi mumkin. Odamlar buni ko'pincha noto'g'ri tushunadi. Qo'shnimga 1 ming qo'shilibdi, menga 20 ming dedi. Sabab shuki, qo'shnining pensiyasi minimal me'yor bilan bog'langan, sizniki esa boshqa formula bilan hisoblangan bo'lishi mumkin. Uchinchi nuanca, familiya va ismdagi xatolar. Masalan, mehnat daftarchasida Mamatova, pasportda Mamadova, arxivda Mamatova Dilbar. Nikohdan keyingi hujjatda Karimova Dilbar deb yozilgan bo'lsa, tizim bularni bitta shaxs deb avtomatik tanimasligi mumkin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin pensiyada katta muammo tug'diradi. Ayniqsa ayollarda nikoh, ajrim, familiya o'zgarishi, eski kiril yozuvidan lotinga o'tish davrida ko'p xatolar uchraydi. Bitta harf farqi sababli 10 yillik staj vaqtincha hisobga olinmay qolishi mumkin. 4-nuanca harbiy xizmat, bola parvarishi, oliy ta'lim, yakka tartibdagi faoliyat kabi davrlar. Hamma davr ham bir xil tartibda pensiya stajiga qo'shilmaydi. Ayrim davrlar qo'lda belgilangan shartlar asosida hisobga olinadi. Ayrimlari esa faqat badal to'langan bo'lsa yoki hujjat bilan tasdiqlansa qo'shiladi. Masalan, ayol bola parvarishida bo'lgan davrni stajga qo'shtirishi mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin buning uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari kerak bo'lishi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan odam esa men savdo qildim deyishi yetarli emas. O'sha davrda ro'yxatdan o'tganmi, soliqlarni to'laganmi, faoliyati rasmiy bo'lganmi, shu tekshiriladi. 5-nuanca pensiya kartasiga tushgan pul bilan tayinlangan pensiya miqdori farq qilishi mumkin. Ba'zan bank komissiyasi qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, aliment, sud ijro hujjati, kredit bo'yicha avtomatik yechib olish yoki avvalgi ortiqcha to'lovni bosqichma-bosqich ushlab qolish sababli odam kartaga kamroq pul tushganini ko'radi. U pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Lekin aslida tayinlangan pensiya kamaymagan. Ushlab qolish bo'lgan. Shuning uchun birinchi navbatda pensiya miqdori haqidagi ma'lumotni alohida, bankdagi yechimlarni alohida tekshirish kerak. 6-nuanca ariza bergan sana. Ko'p odam huquqi borligini biladi, lekin arizani kech beradi. Pensiya qayta hisobida ayrim to'lovlar ariza berilgan kundan, ayrimlari huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlar hujjat taqdim etilgan kundan hisoblanishi mumkin. Bu juda katta farq. Masalan, sizda 2024 yildan qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat bo'lgan, lekin 2026 yilda murojaat qildingiz. Hamma pul 2 yil orqaga avtomatik to'lanadi deb o'ylamang. Har bir holatning o'z tartibi bor. Shu sababli hujjat topilishi bilan darhol murojaat qilish kerak. Endi men eng muhim qismga o'taman. Tomoshabin sifatida siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya ishingizni tekshiring. Agar siz allaqachon pensioner bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki myfond.gov.uz kabi elektron xizmatlar orqali murojaat qilib,
pensiyangiz qanday hisoblanganini aniqlang. Qaysi ish yillari stajga kiritilgan, qaysi oylik davrlari hisobga olingan, qaysi ustamalar qo'shilgan, qaysi asoslar bo'yicha to'lov olayapsiz, bularni yozma shaklida bilib oling. Og'zaki gapga suyanmang. Sizga hammasi joyida deyishlari mumkin, lekin sizga raqamlar kerak. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni arxiv ma'lumotnomalarini va shaxsiy hujjatlarni solishtiring. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSA, SHSHR, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, nikoh yoki ajrim guvohnomalari bir-biriga mos kelishi kerak. Agar xato bo'lsa, uni oldindan tuzating. Masalan, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasini tayyorlang. Tug'ilgan sana bitta hujjatda boshqacha bo'lsa, fuqarolik holati dalolatnomalari organi yoki sud orqali aniqlik kiritish talab qilinishi mumkin. Uchinchi qadam, yo'qolgan tiklashga harakat qiling. Agar qaysidir korxonada ishlagan davringiz pensiya hisobiga kirmagan bo'lsa, avvalo o'sha korxona mavjudmi? Shuni aniqlang. Mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyadan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivda ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi vedomosti, shaxsiy varaqa, tabel buyruqlar kitobi bo'lishi mumkin. Agar arxivda ham topilmasa, sud orqali faktni tasdiqlash yo'li bor. Bunda guvohlar, eski ma'lumotnomalar, kasaba uyushma hujjatlari, mukofot varaqalari, xizmat guvohnomalari yordam beradi. 4-qadam, ish haqi bo'yicha eng foydali davrni izlang. Faqat staj emas, oylik ham muhimligini unutmang. Agar sizda yuqori oylik olgan yillaringiz bo'lsa, o'sha davr bo'yicha ma'lumotnoma topish pensiyani oshirishga yordam berishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda davlat korxonalarida, yirik tashkilotlarda ishlaganlar arxivdan ish haqi ma'lumotini izlashi kerak. Lekin ma'lumotnoma rasmiy bo'lishi shart. Korxona yoki arxiv muhri, rahbar imzosi, davrlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim. 5-qadam, ustamalarni tekshiring. Agar siz nogironlik qaramog'idagi shaxs, yolg'iz pensionerlik, faxriy unvon yoki boshqa asosda qo'shimcha olayotgan bo'lsangiz, hujjat muddati o'tmaganini tekshiring. Qaramog'idagi talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik muddati bo'lsa, qayta ko'rki sanasini o'tkazib yubormang. Parvarishga muhtojlik bo'lsa, tibbiy xulosa va tegishli hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. 6-qadam. Bank kartangizdagi kamayishni alohida tekshiring. Agar kartaga kam pul tushsa, darhol pensiyam kamayibdi deb vahimaga tushmang. Bankdan ko'chirma oling. Qanday summa tushdi, nima ushlab qolindi, kredit yoki ijro hujjati bormi? Hammasini ko'ring. Keyin pensiya jamg'armasidan tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot oling. Shunda muammo pensiya hisobidami yoki bankdagi ushlab qolishdami aniq bilasiz. 7-qadam, murojaatni yozma qiling. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, shunchaki borib gaplashib qaytmang. Ariza yozing. Arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiyamni hisoblashda falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki pensiya miqdori kamayganligi sababli. Kamayish sabablari, ushlab qolingan summalar va huquqiy asoslari haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Elektron murojaat qilsangiz, javob raqamini saqlab qo'ying. 8-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qiling. Ba'zan birinchi javob to'liq bo'lmasligi mumkin. Siz pensiya jamg'armasining yuqori bo'limiga, adliya organlariga, xalq qabulxonasiga may Bonkap.uz orqali yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Lekin har bir da'voga hujjat kerak. Men rozi emasman deyish yetmaydi. Sizda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi hujjati, guvohnoma, bank ko'chirmasi, oldingi va yangi hisob-kitob farqi bo'lishi kerak. Men 2026 yil o'zgarishlarni bitta asosiy fikrga jamlayman. Tizim ko'proq elektron, aniq va tekshiruvchan bo'lib bormoqda. Bu halol. Rasmiy ishlagan odam uchun yaxshi yangilik, chunki uning huquqi bazada ko'rinadi, hujjat topish osonlashadi, ortiqcha yugur kamayadi. Lekin norasmiy ishlagan, hujjatini yig'magan, ish beruvchiga ishonib yuravergan, mehnat daftarchasidagi xatolarni vaqtida tuzatmagan odam uchun bu xavfli signal. Chunki endi hamma biladi, men o'sha yerda ishlaganman degan gapning o'z pensiya hisobiga yetarli bo'lmaydi. Eng og'riqli tomoni shuki, odam pensiyaga chiqqandan keyin hujjat izlash qiyinlashadi. Korxona yopilgan bo'ladi, rahbarlar almashgan bo'ladi, arxiv boshqa joyga ko'chgan bo'ladi, guvohlar topilmaydi.
Shuning uchun men hozir ishlayotganlarga ham aytaman. Har bir ish joyingiz rasmiy bo'lsin, mehnat shartnomangiz bo'lsin, oyligingiz rasmiy ko'rsatilsin, elektron mehnat daftarchangizni tekshirib turing. Bugungi norasmiy 20 million so'm foyda ertaga pensiyada oyma-oy katta yo'qotishga aylanishi mumkin. Pensiyalarga esa alohida aytaman, agar pensiyangizga juda oz qo'shilgan bo'lsa, darhol meni aldashdi deb xulosa qilmang. Hisob-kitob asosini so'rang. Agar qo'shningizga ko'p, sizga kam qo'shilgan bo'lsa, ehtimol sizlarning pensiya bazangiz, tajingiz, ustamangiz minimal me'yorga bog'liqligingiz har xil. Lekin agar sizda aniq dalil bo'lsa, masalan, 5 yil staj hisobga olinmagan, yuqori oylik davra olinmagan, ustama noto'g'ri bekor qilingan bo'lsa, albatta kurashing. Bu sizning pulingiz, sizning mehnatingiz, sizning huquqingiz. Bugun men sizga pensiya kamayishi qo'shimcha to'lovlar, 2026 yildagi elektronlashuv va qayta hisob kitoblarning eng muhim jihatlarini tushuntirdim. Asosiy xulosa shuki, kimning hujjati to'liq, staji rasmiy oyligi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, u odatda xotirjam bo'lishi mumkin. Kimda staj yo'qolgan, ish haqi norasmiy bo'lgan, familiya yoki hujjatlarda xato bor, ustama asoslari yangilanmagan bo'lsa, u hozirdan harakat qilishi kerak. Izohlarda yozing, sizning pensiyangiz oshdimi? Kamaygandek bo'ldimi yoki umuman o'zgarish sezmadingizmi? Qaysi viloyatdansiz va qanday muammo bo'lyapti? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'r maslahat odamga har oy real pul bo'lib qaytishi mumkin.